Assalomu alaykum. YouTube kuzatib o'tirgan aka-ukalarimiz. Mana bugun yana biz sizlarga No'g'ay Sharoituz bozoridan, ya'ni Komsomolsk ko'chadan sotilayotgan uy-joy chiqaryapmiz. Kimki Komsomolsk ko'chadan Sharoituzdan uy-joy olmoqchi bo'lsa, mana shu ko'rib turgan uy-joylaringiz sotiladi. Hovli 6 sotiq, 5 xonasi bor. Kofna bor. Kofna konkret remontdan chiqqan, hamma narsasi bor kofnada. Gaz plita deysizlarmi, xolodilnik deysizlarmi? Hamma narsasi bor. O'zingiz ko'ryapsiz video betida. Albatta mana shu ko'rib turgan kofna bo'ladi. Televizor hamma narsasi choy ichayotgan joylarim juda yaxshi. O'zingiz ko'ryapsiz, sharoiti juda yaxshi. Keyingiga o'tayotgan bo'lsak jigalarimiz, dushovoyi bor. Dushovoyda ko'ryapsizlar. Baniya deysizlarmi, bu gap o'zlaringizda bu narsani. Mana kalidori, keyingisi dushovoy akalar ko'radi. Kalidor ham bir ham ajoyib remont bo'lgan. Dushovoyda ichini ko'ryapsiz. Polni, vagon ko'p, chot ko'p remont bo'lgan. O'zingiz baho beringizlar. Albatta, ma'qul kelsa like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yingizlar. Keyin oshxonasi bor akalar ko'ryapsiz. Oshxonasi ham bir ham ajoyib, bir ham yaxshi remont bo'lgan. Zamonaviy pishig'ichdan terilib, kafel terilgan oshxonaga. Ya'ni o'choqlarga. Tondirda ham ko'ryapsizlar. Bir ham ajoyib, bir ham yaxshi remont bo'lgan. Keyin akalar yana nima narsasi bor degan akalarımizga. Padarka ikkita konditsioneri bor. Hovlida hamma narsasi bor. O'zim deysizlarmi? Hamma narsa bor. Katta hovlida ular bolalaringiz cho'milish uchun hovliga basen qo'yib qo'yibdi. 4 donalik, 4 dona suv ketadi. Albatta o'zingiz baho berasizlar. Keyin mashin garaj bor. Akalar og'ilxona bor. Qarochi hamma narsa bor. Keyin 5 xona uyi bor. 5 xonasi ham remontdan chiqqan, konkret remontdan chiqqan uy. O'zingiz baho berasizlar. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosib, kanalni qo'llab-quvvatlanib, parpsiyada like esdan chiqmasin. Reklama uchun o'zimda shaxsiy telefon nomerim, kimda reklamasi bo'lsa, 902 12 42 42 telefon nomeri, o'zimning shaxsiy telefon nomerim, balanddagi telefon nomeri. Kimki mana shunday uy-joy sotmoqchi, kimki mosh sotmoqchi, kimki traktor sotmoqchi, kimki kamaz sotmoqchi bo'lsa, bemalol o'zimga telefon qilib berasiz akalar. Hozir biz mana 3-xonadonga keldik. Albatta mana shu ko'rib turgan xonadon sotiladi ekan. Ko'ryapsiz, hovlida mana reshatka-peshatkalari bor. Uyning orqa tomonida ko'ryapsiz, gulpullar bor. Reshatka-peshatka urilgan temir reshotkadan. Konditsioner ikkita padarka, bir ham ajoyib, bir ham yaxshi remont mehnat qilingan ekan. Mana ko'ryapsiz, uyda qolsa sizga tegishli joy, to'g'rimi? Mana temir reshotka bo'lgan mana. Nahal-pahallarda bir gul, mana har xil nomitda gullar bor mana ko'ryapsizlar. Mana bu gulda ham ko'ryapsiz, chet davlati gullari. Mana shu xonadon 3-xonadon ekan. Seferni ham ko'rsatib boring. Seferni ham ko'rsatib boring. Mana shu xonadonga kelib berasizlar. Xo'p, chiqariga chiqib, darvozadan chiqib, o'tirsalaringiz ham bo'ladi. Mana ajoyib joy. Ko'ryapsizlar, mana pishig'ichdan ko'tarilgan darvozalar joni rossiyskiy remont bo'lganda bunday qotanda. Hozir o'zingiz ko'rasiz, hovli stejka bo'lgan akalar. Hovlida katta besetka bor. Hozir o'zingiz ko'rasizlar. Yana spa deydi o'zimizda bunday aytganda, usti yopilgan besetkasi bor. Hozir o'zingiz baho berasizlar. Albatta videomiz olsa kuzatib boringizlar. Mana ko'ryapsizmi, galagenlar bor darvozaning tagida. Usti yopilgan darvoza chirmashlik uchun galagenlar bor mana. O'zi 7 ta galagen qo'ygan ekan bu darvozaning ostiga. Kechasi 8 tami? Kechasi ajoyib chiroyli bo'lib turadi bunday aytganda. Mana stejka bo'lgan ko'cha asfalt. Shunday Komsomolsk ko'chada chiqib, bozorga qarab ketganingizda, chapga shunday bir lahza kirgan yerda mana shu uy-joyda ko'rasiz. Hovli stejka bo'lgan, ko'ryapsizlar, hovli stejka bo'lgan. Hovliga kirgan yerda, hovlida katta besetka bor. Mana o'zlaringiz baho beringizlar. Jigalarimiz, hammasi qoida bilimlar to'shalgan, pardalar tortilgan, chotka besetka, yozgi kunida, ya'ni kechki vaqtda mazza qilib o'tirayotgan joy. Polni girdotrabi reshotka bo'lgan, ko'ryapsizlar. Mayda bolalar tushib ketmaslik uchun reshotka bo'lgan. Lekin bitta narsaga e'tibor qilingizlar, bu xonadonda gulni yaxshi ko'rayotgan ayollar ko'p ekan. Mana ko'ryapsiz, luba nomit gullardan bor. Yana u yoqda ham gullar bor. Bunda ko'ringizlar, har xil nomitda gullar bor mana tubakda. Marhamat. Yana pasta gullar bor. Sizlar besetkani razmeri necha degan aka-ukalarimizga, besetkani razmeri akalar 5 ga 4 razmer. Mana ajoyib besetka, polni usti remont bo'lib, girdo atrofi, balandli potolok, plast potolok bo'lgan ekan, galagenlar 10 taga jo'g'in galagen bor. Kofnaga kirdik.
Mana ko'hna ko'ryapsizlar. Kirgan yerda mana gaz plitasi bor ekan. Gaz plitasi bor, duxovka bor akalar ukalar, mikrofonka bor, ko'ryapsizlar. Balandtama tumpichkasi bor. Tagiga lilon tashlangan, ko'ryapsizlar buni. Lilondan keyin nima tashlangan birinchi? O'tibli til tashlangan ekan tagiga birinchi, keyin lilon tashlangan ekan. Ko'ryapsiz, gaz plitasi bor. Tumpichkalari bor, narsafara solib qo'ygani. Mana sharoiti yaxshi. Balandtama tumpichkalar bor. Bu xalat yaxshi ekan. Mana bu yerda katta xaladinlik bor. Bu odamning bo'yidan baland xaladinlik ko'ryapsizlar. Hamma narsa mana sharoit, so'qilgan sharoit yaxshi. Massaj, hijoma xizmatlari bor. Mana hoji bobomiz sizlarning xizmatlaringizda Moskva va Podmoskvada yurgan hamyurtlarimiz diqqatiga mana bu akalarimiz akalar ukalar ko'chaga chiqolmaydi ekan, o'zlarining yotgan joyiga, ya'ni uyiga kelib, mana massaj hijoma qilyapti, o'zingiz ko'ryapsizlar. Kimki o'zini mana shunday qilib lechina qildirmoqchi bo'lsa akalar ukalar, bemalol mana hoji bobomizni o'ziga telefon qilib bo'lasizlar. Xolos sizlarning joylaringizga kelib, xolos hoji bobomiz o'zining ofisiga boringizlar. Ekranda ko'pdan telefon nomeriga telefon qiling. Ha, aytganday Qizilobod TV YouTube kanalidan telefon qilyapman desangiz, albatta aksiyasi bor. Xohlasangiz o'zining palatinkasiga boringizlar, xohlasangiz telefon qilsangiz o'zi mana shunday lechina xizmatlarini sizlarga ko'rsatadi. Mana bu joy esa bu xo'jayinimizning o'zining palatinka joyi akalar ukalar. Bemalol mana kelaveringizlar, aka ukalarimiz mana qo'ldan kelgancha massaj qilib, qo'ldan kelgancha xizmatlarni ko'rsatyapti. Marhamat, sizlarga men xo'jayinimizni tavsiya qilib qolaman. Mana shunday qilib to'g'lanib ketishingiz mumkin. 5,5 ga 3,5 ekan ko'hna. Buni pol bo'lgan, jonimizga choy yetgan joy. Xo'p, televizor bizlar hamma narsani ko'ryapsiz. Buni shu ko'rib turgan holatda biron narsasini olmaydi akalar. Buni shu xaladinlikda ko'riladi, mana shu sozda sotiladi. Qo'lni mana shu narsa sizlarda qolayotgan narsa. Biron narsasini olib ketmaydi. Dalshi davom etamiz. Dirazda kareshisi bitta, dirazani ko'rsating. Diraza kareshisi bitta mana. Mana shu qanday ko'rib turgan bo'lsalar, ustolni ko'rib, shu ustol ham sizlarga qoladi. Mana shu. Nimaga ko'rib turgan bo'lsa, hammasi shunday qoladi. Shu qabul qilib olasizlar. Bu ko'hnasi hali xonalarda ko'rsatganimiz yo'q. Bolalaringiz bilan nasibda shu yoqqa ko'chib kelsalaringiz, mana bolalaringiz cho'miladi. Yozgi kunda mazza qilib, katta basen, yeniga bilmayman 5 metrmi, 4 metrmi juda katta basen ekan, usti yopilgan, mana ko'rib tursa, mazza qilib cho'miladi yozgi kunida. 7,5 ton suv ketadi ekan akalar bu narsaga. Xo'p. Birinchi bo'lib ko'chadan kirgan yerda mehmonxona bu. Mehmonxonaga kiramiz. Shu 630 ga 3,5 akam razbiri mehmonxonani. Mana ko'ryapsizlar, remontdan chiqqan uy. Dushamizga remont bo'lgan. Mana ko'ryapsiz stенalarini. Gipsakardonmi bu? Baland stena gipsakardon. Qo'lni parda urilgan ko'ryapsizlar. Mana bu tomon garnituri narsa aqloq, televizor qo'yayotgan joy hammasi qoidaviy, mana sharoiti yaxshi ekan. Mana shu yerda nimaga ko'rib turgan bo'lsalaringiz, hammasi aqloqlar sotiladi. Kimki olmoqchi bo'lsa. Sharoiti yaxshi. Mana derazalar qo'yilgan ekan, darvozaning yoniga mayda-mayda deraza. Shu yarq bo'lib turish uchun bu tomonda ikkita deraza qo'yilgan. Katta-katta derazalardan. Xuddi davom etamiz. Mana shu ko'rib turgan hammasi krislar emas, sizlarga qolayotgan narsa. Shu yerda nimaga ko'rib turgan gilam bilan to'shilgan qoidaviy sharoiti yaxshi. Davom etamiz. Mana krislarlari bor, ko'rib turibsizlar. Akamizda hamma oilaviy rasmlari bor va rasm fashlarini o'zlariga tegishli narsani olib ketadi. Televizorlar bor, hay televizorlar qoladi. Hammasi mana shu narsalar, televizor hammasi qolayotgan narsa, ikkita konditsioner ham qoladi. Buni ko'rib turibsizlar, sharoiti yaxshi. Lilon to'shalgan yeriga. Shkatrka bu, isteshka bu, lilon to'shalgan. Hammasi pulnuzlari urilgan. Xo'p. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar, bu spalni xona, yottirayotgan xonasi. Mana divon ham sizlarga qolayotgan narsa. Remonti konkret bo'lgan. Garnitur qoladi. Akalar ukalar, kimki videomizni ko'rsatgan bo'lsa, garnitur qoladi. Mana zamonaviy garnitur, kimki olmoqchi bo'lsa. Hay, shunda nimaga ko'rayotgan bo'lsangiz, hammasi qolayotgan narsa sizlarga. Ikkitami bitta deraza tanlanganmi? Ikkita deraza tanlangan ekan. 4 ga 4,5 razbir xona. Xo'p, bu keyingi xonaga o'tamiz. Bu ham spalni xona akalar ukalar. Mana detskiy spalni ekan bu, divon-pivonlari bor, ko'ryapsizlar. Hamma sharoiti yaxshi. 4,5 ga 2,5 razbiri.
Mana sharoitini ko'ryapsiz. Sharoit zakonni. Darvozalar ham baquvvat darvoza, sifatli darvoza, rossiyskiy darvozalardan. Akamiz juda katta mehnat qilgan ekan bu uyga. Hay bular bitta xona akalar ukalar, hay salgani nima o'zam ko'rib turibsiz-a? Tagi pol ekan. Taxta o'rgansa? Taxta o'rilgan tagiga. Mana shunday xona. Razmeri nechagacha bu? Bu 4,5 4. 4,5 ga 4 ekan razmeri. Akalar ukalar bu tomonda garaj bor. Ko'chadan prama mashinada kirgizib qo'ysalaringiz bo'ladi. Hay mana shunday garaj. Yeni necha bu garajda? 8 ga 2 30. 8 ga 2.30 ekan razmeri. 2dan ziyada 2,5 dan ne bo'lay? Yeniga meni uzuniga 8 metr ekan. Mana ko'ryapsiz, bemalol mashinada olib ichkariga solib qo'ysalaringiz bo'ladi. Uzun mashin bo'lsa ham, kalta mashin bo'lsa ham ketadi. Undan tashqari bu yerda ham joy qoladi akalar. Mana baquvvat taxtalardan tashlangan. Kelasizlar, mana kelib yashaysizlar. Tamom. Biran kamchilik yo'qda bir remont qilayin, bir ish qilayin demaysizlar bu yer. Kelasiz yashaysizlar, tamom. Mana gul pullarda mana ayollarimiz gulga qiziqadi. Mana hamma guldan bor ekan. Qayerlardan olib bu gullarni ekkan, bilmayman, gullari juda ajoyib, ham chiroyli ekan hovliga. Mana soyag'ana joy. Daraxtning lo'bay sortidan bor. Kimki videomizga gullarni ko'ryapsiz, gullarni tabaqlarga ilib qo'yibdi. Mana chiroyli, hammasi bir ajoyib. Pastlarda gullar bor mana. E'tibor qilingizlar har bir narsaga. Mana reshotka qilgan, kabutar akamiz rossiyskiy qilib remont qilgan ekan. Ha, bu tomonga o'tayotgan bo'lsak, ko'ryapsiz, polna hovli steshka bo'lgan, mana agarat yeyotgan joyi ham bor mana. Pomidor yeyib bo'lgan, o'zlaringiz nima qilgani? Yeb turgani. Xo'p, mana uzum fermasi akalar ukalar, uzum ferma. Bittasini akamiz o'zi bor, O'zbekistondan olib kelgan ekan. Mana o'sini olib kelgansan? 2 tub uzum bor ekan. 3 tub uzum bor ekan bu yerda akalar ukalar. Qayerda? U yoqda ham uzum bor ekan. Hozir bir boshdan ko'rsataman. Xo'p, bu yerda mana spa bor. Spani ko'ryapsizlar. Mana maydakkina spa. Bu yerda akalar oshxonasi. Qozon o'cha hamma sharoiti bor ekan. Mana pilta bor, gaz pilta bu yerda ham. Mana tumpichkalar bor, kastaboq solib qo'ygan. Bu yerda mana ko'ryapsizlar, non qilgani tondir bor. Mana bu yerda mayda qozon, katta qozon bor. Nechta litr qozon bor ekan? 25 litrmi? Bu 25. Bu 50 litrlik, bu 25 litr qozon ekan. Mana zamonaviy pishirishdan ko'tarib, kafellarda terib, chotka qilib remontni qilib qo'yibdi mana oshxonani. Buni qo'l jo'yatgan hamma sharoiti bor. O'zingizga suv kelib turadi, suvdan problema yo'q mana. Mana ko'ryapsizlar, mana kachayt bor akalar, ishlaydi 100%, mana nasoslarni urib qo'yibdi. Zakonni, короче. Vodoprovoddan suv keladi ekan. Xo'p. Bu dushoboyning kalidori, ko'ryapsiz, siral mashinka bor, termikis bor. Hamma narsa bor, motorlari bor. Mana qo'l jo'yatgan, mana ko'ryapsiz, hamma sharoit, oyna-poyna hamma sharoiti bor. Mana ularni ko'rsating. Tagi kafel urgan polni. Mana remontdan chiqqan mana. Darvozalari ham baquvvat bananing. O'zingiz kuzatib kelyapsizlar. Mana bu dushoboy akalar ukalar. Tagini ko'rsating. Kafel urilgan, girdo atrofiga polni rossiyskiy zamonaviy remont bo'lgan, vagonka urilganmi bo'lgan? Tubli bor, vagonka urilgan akalar ukalar. Balandda ham polni vagonka, ko'ryapsizlar, sharoit yaxshi. Tagini ko'ryapsizlar, mana hop 1 metrdan ziyodroq kafel urilgan, keyin yana mana ko'ryapsizlar, polni nima urilgan? Vagonka urilgan. Sovun qo'yib qo'ygan, hamma sharoiti bor. Filtr mana patologiya, stenasi polni vagonka urilib o'zi remontdan chiqqan. Bana deymiz, dushoboy deymiz, kim qanday qabul qiladi, uni shu narsani o'zingiz ko'rib turibsizlar. Hay, razmeri necha bu? 3,5 ga 3,5 ichi. 3,5 ga 3,5 ekan ichi razmeri. Kalidor? Kalidor 1,20 ga 3,5. 1,20 ga 3,5 kalidor. Qingizda polni steshka bo'lgan. Bu akalar ukalar o'zingiz bilasizlar, bu mehmonxonasi, yana keyin hojatxonada o'zimizda hojatxona ham qilibdi, uyda bu remont bo'lgan. Hozir zamonni ko'ryapsizlar. Dashni variant. Ha. Og'ilxonani uzuni 8 metr akalar ukalar. Yeniga necha? Yeniga 3.
Yeniga 3 metr o'tin hamma narsani solib qo'yibdi. Mana o'zingiz ko'ryapsizlar. O'zlaringiz sharoit yaxshi, bilan kamchiligi yo'q. Hay polni girda atrof zabor bo'lgan. Ko'rdilaringiz mana любой nahallardan bor, olma deysizmi, behi deysam, nok deysizlarmi, hamma nahallardan bor ekan. Zum vermani ham ko'rdilaringiz. Imkoniyat boricha hammasini ko'rsatdik. Keyin balandda bir tonalik ko'kbochka bor ekan, suvni tarqatib turadi hamma yerga. Hay nima deymiz? Narxi kelsa narxi akalar 1 million somon deyapti. Yana muomalasi bor. Mana o'zingiz ko'ring, har bir xonani ko'rsatdik. Ekranda ko'rib turgan telefon nomer, mana shu uy-joyning egasining telefon nomeri. Biz narxni men chiqarmayman, uyning egasi chiqaradi, hamma yerda akalar. Shunga yarasha ruxsat qilibdi. Osh bo'lsin. Kimki olsa marhamat. Adres, manzil mana shu No'g'ay Sharoituz bozorining Komsomolsk ko'chani hamma biladi. Komsomolsk ko'chada kirgan yerda akalar, Komsomolsk ko'chasiga kirgan yerda hech qancha yurmaysizlar. Bir 50 metr yurasiz, mana shu uy. Ya'ni Komsomolsk ko'chani ustida desak ham bo'ladi. Hay kimga kim ma'qul kelsa, ekranda ko'rib turgan telefon nomeri WhatsApp bormi? Ekranda ko'rib turgan telefon nomerida WhatsApp bor. Telefon qilingizlar, bog'laningizlar. Keyingi videoroklarimizda sog' salomat ko'rinishcha qo'ldan kelgancha mana sizlarga video obzor qilib ko'rsatdik. Sog' bo'lingizlar.